Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana musofirda yurgan akamizni uylarini qilib bergani keluvdik. Tomlarni ham yopib ketuvdik mana. Ko'rishlar mumkin. Tomlarni yopib, ishonchini oqlab akamizni musofirda ishlab bizga ishonib topshirgan. Ko'rishlar mumkin. Olishlarni ham chaqiruvdi. Qo'llarni ham tugatib oldik. Uylar ham juda chiroyli proyektli bo'lib qurilgan. Mana pollarni birma-bir ko'rsatib chiqaman akalar sizlarga. Mana bu xonadonimiz 4 xonadan iborat. Bitta xonani poli, keyingi xonani ham qani ketdi. Mana ikkinchi xona akalar. Hatto keng qilib solgan. Bunisi zal bo'ladi. Kattagina. İşimizni ko'rib bitta baho berasizlar. Mana akalar oxirgi 4-xonamiz. Bu xona keyin mana hammom tualetlari bilan qilgan. Juda chiroyli.